وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada farzandiga dastlabki qaysi ilmlarni o'rgatish kerak bo'ladi? Ota-ona farzandlarga qaysi adab axloqlarni ta'lim berishi lozim? Ota-onalar qanday qilganda farzandlarga ulgu bo'la oladi? Farzandlar orasidagi moddiy va ma'naviy huquqlarda qanday qilganda adolat barpo qilindi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Dünyanın her qaysi joylaridagi ko'rarman qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 10-bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümünde farzandning ota-ona ustidagi haqlari to'g'risida suhbatimizni davomlashtiramiz. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Ali'ni qarshi olaman. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Biz oldingi qitim suhbatimizda farzandning ota-ona ustidagi haqlaridan ta'lim tarbiya haqida to'xtalib, ota-ona farzandni uning aqliga ko'ra uslublar orqali tarbiyalashning muhimligi, kichik vaqtidan tortib Allohni tanitib cho'ng qilishning ahamiyati qatorliqlarning ba'zi ro'shan misollar bilan tushuntirib o'tgan edik. Xulosa qilib aytganimizda dodining balg'a o'gitisi zarur bo'lgan ilmlar nimalardan iborat? Bu haqda bir tushuncha berilgan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'd. Endi bu sualga qarta, yani dada balaga nimalarni o'rgatish kerak degan sual bizga shuni eslatadi. Yani dada, yani bir kishi, dada bo'lgan kishi kelgusiga millatning qanday millat bo'lishini, qanday jamiyat bo'lishini orzu qiladi yoki umid qiladi degan bir nuqta buni bilan cho'nqur munosabatli. Chunki bir jamiyatningki her 20 yıllık haleti yeni bir cemiyetini işlep çıkardıgan vakit. Bala tug'ilib, şu 20 yaş, 25 yaş kirgichi bo'lgan aralıkta kele cemiyet, yani kelgüsü bir devrininki kişilerini yasap çıkıdı mınaq etken vaqtda. Dadı balasıga nime ügütüdü, nime ügütüşe kerek degen sualda kelgüsüdeki millet, kelgüsüdeki ummet, kelgüsüdeki cemiyet qandaq cemiyet buluş kerek degen nokta bilan zich munosabatlik. Yani kelgüsüdeki cemiyet Rabbini tunugan, Rabbining hayat manhiji qilib yashaydigan bir cemiyet oluşunu arzu qilsa, shunga ko'ra ish ko'rsin. Kelgüsüdeki cemiyeti, o'zining milleti, bu ummet boshqalarga qul, xor, boshqa tarafdan elivilingan, besivilingan şekilde yashashni arzu qilsa, şu şekilde muamele kılsın. Kelgüsüdeki bu ummet, bu millet aziz, özünün ilgiliki özünün kulda, özünün hukuku özünün kulda. Başkalarının ügünüdüğün emas, başkalarına ügütüdüğün, başkalarının alıdığın emas, başkalarına birediğin, başkalarının yardım saydığı emas, başkalarına yardım birediğin bir cemiyet buluşunu arzu kılsa, dada şu işlerini ballarına ügetsin. Şimdi mesela biz yaşagan şu ötüp ketken bir qancha qatimliq bir qancha dönem vaqtlarni etsaq 25-30 yıl mezgil keyinki 25-30 yıllık mezgillik cemiyetninki qanday bo'lishini belgilaydi. Xususan men bilgan yaqinqi tarixda 80-yillardan keyingi tarixda bizning o'zimizning millatga qarasak biz hatto dinimizni import qildik sirtdan. Mesela şu 49 yıldan 80 yıl kış bo'lgan davrda bizning vatan
sirtqi aloqasi butunlay uzildi. Masjidlar yiqildi, kitoblar ko'tarildi, ulamolar sulandi. Kishilarning din o'rganish fursati aslo va aslo qolmadi. Din o'rganishlar emas, bir millatning taraqqiyoti uchun o'rganishga tegishli butun bilimlarni o'rganish fursati asosan bo'lmadi desak mubolag'a bo'lmaydi. 80-yillardan keyin vatanda islohot echivetish nomida bir asliga kelish ishlarning echivetilishi oldu. Şu vaqtdan keyin masalan diniy nuqtadan aytsak, bizning chet elga chiqib o'qib kirgan qarindoshlarimiz asosan vatanning millatning kelgusiga qarta hozirlangan, planlangan bir şekildeki dini ilimni emas, belki o'zi o'qigan rayon, o'zi o'qigan davlatdagi ma'lum bir siyosiy plan yoki undan boshqa har xil uqumlarni ko'tarib kirgan ahvollarni inkor qilmaymiz. Mushu Osmanlı xalifaligi yiqilgandan keyingi dunyodagi siyosiy bo'linishlar, har xil kichik davlatlarning borliq kelishi, har taraf o'zining manfaatini o'ylash nuqtada hatto biz bugun tushunganimizda nurg'un davlatlar, nurg'un rayonlar yoki nurg'un musulmon jamiyati o'zining kelgusidagi ahvoliga yarasha bir ma'rif sistemasini quradi. Bizga ma'rif sistemasi o'sha shaklda kirib, o'zimizning manfaatiga kepillik qilmaydigan bir holatga keldi. O'zimizning manfaatiga qana qilinmadi, kepillik qilinmadi. Ya'ni Uyg'ur masalan bizning millatning diniy ahvoliga yarasha o'rtada bir diniy uqum bo'lmay qoldi. Bu haqda ko'p nisbat nuqtasida davatgan gap, mutlaq davatgan gap emasda. Ani boshqa nuqtalarga qarasak, bu diniy nuqtadan boshqa nuqtalarga bizning kasallarimiz men bilib boshqa millatning oldida yetib davolandi. Bizning uy imoratlarimiz boshqa millatning qo'li bilan silindi. Hatto masjidlarimiz qadar dinsizlarning qo'lida silindi. Bizning iqtisodimiz boshqalarning qo'lida bo'ldi. Mushu o'tib ketgan 30 yilda. Bularning hammasi nima deganda, uning oldidagi yani şu 30 yıllık etrafındaki bir bilimsizlik, bir boşluk, yani bilim güneş prosesi bombagan bir boşluğun ki neticesi keyinki 30 yılda fevkalade yüzünü görsetti. Ama ben şunda demekçi ki kiçiksek mi özümüzü tuyueliş, özümüzün kim ikenlikini, nim buludğanlıkımızını biliş ve ona göre iş kılışka kiçikmeyimiz. Şunç kiçikken bolsak mı, bugün oygansak mı kiçikmeyimiz. Yani bugün ata-analar ballarga nima götürdü? Bugün ata-analar ballarga aldı bilen bu milletning qanday millet ekanligini, kimning avlodi ekanligini, qaysi dinda davomlashib kelganligini tarixdan tatib, qaysi din, qaysi qimmat qarash, qaysi bir prinsip bilan hayotda dunyoga ma'rifat, madaniyat o'rgatgan bir millat bo'lganligini, qachondan biri xarob qolganligini, buni biladigan bir holatni o'tish kerak. Ya'ni mana shu vaqtda taxmin ne desek, o'zining dinini, qimmat qarashini, hayotdagi tutib boradigan yo'l prinsipini, o'zining Robbini o'tish kerak birinchi qilib. Bu bizning millatning millatligini saqlaydigan birinchi omil. Undan keyin millat kelgusida hozirga qadar boshqalarga yelinib, yalurib, qul bo'lib, boshqalarning ostida yashagan kunni bundan keyingi millat ko'maslik uchun keraklik barliq naslni o'rganish kerak. Hayotda bir millatning g'alaba qozonishi uchun, o'rnidan dast turish uchun, o'zining aslidagi izzat sharafini qo'lga olish uchun o'rganishga tegishli keraklik butun bilimlarning hammini o'rgatish kerak. Bu tabiiyki dada bolaga bir kun bilan qildigan ish emas, ammo bolaninki o'qish sistemasini bu bo'yicha loyihalamak lozim. Bunun tafsiloti bak cho'nga bir ma'rif sistemasi bu. Ya'ni bola tug'ildi, bugun yerga tushdi. Muş yerga tushgan kunidan tatib ta 25 yoshga qadar masalan bola mayadan o'qib mayaga yetib keladi. Bu bola 25 yildan keyin manda shaklda baluldi degan bir ang uqum dadaning qalbida bo'lish kerak. Dada balasqa mana mushuni o'tish kerak. Gerçi bugungi suhbatimizning vaqtining qisqa munosabati bilan biz tafsilotga kirmaymiz. Ijmoliy shaklda qisqa shaklda mushlik deyalaymiz. Ammo nima o'rgatish lozim degan savolga gapni ixchamlab xulosalasak,
kelgüsidagi millatining, kelgüsidagi jamiyatining, kelgüsidagi balasining nim bo'lishni xohlasa, shuni o'tish kerak. Ya'ni hozir men sizning bu yuqoridagi bayon qilgan va bu oldingi qitimqi suhbatimizdami, suhbatimizning oxirisida bu vaqt azroq to'xtalib o'tgan edik. Buningdan men tushunganim birinchi Allohni tanitish farzandga. Ya'ni Allohni Robbim Alloh degan bir e'tiqod bilan o'zini Allohga bog'lagan asosda cho'ng bo'lish farzandningki. Bu otanınki başta atıp buluşqa bulmaydigan bir mecburiyeti. İkinci, şu Allah'nınki buyurgan buyruqlarını tonup ve onu emel kılıp çoğun oluş. Bu bir mecburiyetken hem de. Çünkü Allah'ını itiraf kılıp Allah'ını tonugan diken o zatın buyruqlarına emel kılışı zorun oldu. Onu takazza kıldı. Üçüncüden, insaniyetinki, hususen milletninki nimen taqazzo qilayotganligi hozir jamiyatda. Bundan qarab turib, kerakli bilimlarni ixtisoslashgan asosda shu fanning o'zida farzandlarni bir planli holda mutaxassislashtirish, ya'ni hayotninki normal bir taraqqiy qilish uchun degan mana shu 3 nuqtaga xuloslab tushundim men. Va undan boshqa shundalar islomiy axloq. Yani bunun közünün nazarını saklı Resulullah'ın hayatıga qaraganımızda bunda diqqatimizni tazdigan bir nokta var. Sahabalar Resulullah'daki bir özgüçlükni gördü. Mayli axloq jihatda va boshqa muomala jihatda va boshqa jihatda. Ya Resulullah bu nereden keldi? Bunun manbasi nerede degandek bir sualni so'rgan vaqtda Resulullah addabani Robbi fa ahsana ta'dibi. Yani Resulullah mu meni Rabbim bu şekilde edep ahlakını bana öğretti, güzel. Yani insan öğütüşke muhtaç. İnsan yeteklenişke muhtaç. Dadoğan adam. Balısını qanday öğütüş gerek? Rastçılık ne de öğütüş gerek. Bu qanday rastçılık? Bunun en çoğu bala rast bal oluş gerek. Rast Müslüman buluş gerek. Rast Uygur oluş gerek. Rast bu milletning farzandi bo'lish kerak. Bizdagi namoz o'qib o'z namoz o'qimasa. Ya'ni demak o'g'lim shuki, bola o'zining kimligini taniydigan va shu bo'yicha ish qiladigan bola, bu haqiqiy rostchilik. Bola men bu jamiyatning bir farzandi degan tuyg'u bilan o'sishi va shu jamiyat uchun tuhfa qo'shishga harakat qilishi, bu rostchilik. Dada mushnoqni aytildirish kerak. Men bu bir dinning a'zosi. Ve bu dinin üstündeki mesuliyet bunun için hareket. Bu bir rastçılık balıdaki. Amanetdarlık. Bu itiliş gerek. Amanet insanın hayatıda insandan bir sekund, minut ayrılısı bulmaydıgan bir iş. İnsanın Müslümanlığı bir amanet. Bizim bir Uygurluğumuzun özü bir amanet. Dadılık bir amanet, balalık bir amanet, ustazlık bir amanet, okuyuculuk bir amanet, bir mescidin imamı bir amanet. Cemaat bir amanet, bir abdubustiki şoför bir amanet, yolcu bir amanet. İnsanın her doğan tek oturku amanet, bir mesuliyet amaneti. Dada balığa bu hukumunu kişilikten tatip sandırmamız lazım. Mehriballık, vaqrab jaqamaydigan kichik. Ökürüşün ilgiriminde başkalardan izin soraydigan kichik balalarning edep ahlakıdaki. Nurgun edep bizning qoidalarimiz var, örf adetlerimiz var, dini ta'lim, terbiye ta'limatları var. Bunun hemmisini nima orqali balada özleşidi? Dadının ta'lim, terbiyesi orqali. Yani kichik vaqtidan tatip o'ziga loyiq ravishda, asta bu şekilde. Aqallis balasınınki uygun bo'lmagan bir şekilde sepkilligini ko'rsa masalan Dada küçük balık o da taşlap koyması gibi bir misal alsam. Şunun mu muvaffak şekilde yeni balını eskileştirmeydiğen ama muşu setkilikı tüzlüdüğen bir şekilde onu ta'lim terbiye veriş gerek mesela. Bala muşu şekilde terbiyelenip edeplik, ahlaklık mesela gururluk, merdane çoğun olsa etrafındakilerin hepsi balını yaxşı görür. Bala xalqning nazarida bir suyumlik balaga aylanadi. Bu bala mushu holati bilan yuğunğansı bu balaning yo'li ochiladi. U balaning o'zining vazifasini qila oladigan bir muhit shakl. Ya'ni balaning kelgusi uchun dadaninki har bir og'an qadami intayin muhim. Shu nuqtadan dadalik hayotdagi eng büyük bir vazifa.
Ig'ir vazifa bu. Ama biz ilgirki dersden bir kıtım sözlep ötken dada üzdi yok narsani bilinmeydi. Tabii ki biz balık uyutduğun narsinin hemmenin dadının bilip bularish natayın bulup bu bizde. Ama en mühimi dada aşı noktanı düşensin. Şu dairine düşensin, üzdi yok narsini bağladın teyip balasını versin. Ama şuna kılışından gerek işkellikini düşensin, bu yersin. Allah razı olsun. Hürmetlik körünmen kırındaşlar, hukuk ve mecburiyet mavzusu astidagi suhbatimizningki 10. bölümü ve farzandlarning ota-ona ustidagi haqlarininki 4. temisi davom qilyotidi. Bu mavzuga aloqador bo'lgan savollar bo'lsa, ko'rurman qarindoshlar yozsanglar, inshaalloh dars suhbat jarayonida bu savollarga javob berishga tirishamiz. Ben sohbetimizde devam kılsak Ustaz Muhammed Ali. Perzentke halal yemek yegizishninki lazımlığı mı? Bu atanınki ya hususan atanınki üstüdeki mecburiyetliğinden birsemde mühim bo'lgan hamda. Bu hukukni qanday tushunamiz hamda? Hamda balaga yaxshi tamoq yegizish kerak, pak tamoq yegizish kerak, halol tamoq yegizish kerak degan vaqtda kishilarning kallasi qildig'ini pak tamoq desa pokiz tamoq, yaxshi tamoq desa quvvatli tamoq masalan, halol tamoq desa chorqning go'shti emas yoki qo'yning go'shti degandek bir uqum kelishi mumkin. Ammo bu yerda balaga halol bir yaxshi yemak ishmakini pak qilish degan uqum bundan o'ta yuqoridagidan boshqa balını beqivatqan, ailege ta'minlayotgan pulning manbasininki nim bo'lish, pak bo'lish masalasi. Qilayotgan kasbining pak bo'lishi, tijoratining pak bo'lishi, tijoratingda boshqa yo'lga aytadigan, aldaydigan masalan, haqning haqqini yeb oldigan ish bo'lmasligi. Masalan, normal bir sen xizmatchi yakbirda ishlayotsa, halol olding. Bir o'qituvchi maoshini halol olding. Bu shaklda bo'lishi, ammo sen qimoqxona ochding. Yani bir sorunxona açtın, u yerden tamak tepip gelip, u yerden pul tepip gelip, ballarına baksan bulmaydı. Bunda bir eser var, Tebrani, Abdullah ibn Abbas'ın rivayet kılgan. Ya Sa'ad, atqib meta'amek tekun mustajabet da'va. Tamakını halal kıl, duayanın buludu, icabet buludu. Hem de duanın icabet oluşu insan hayatındaki pek mühim bir nokta. İnsanın duası icabet oldu degan gap. İnsanın arzu, ümidi ro'yobga chiqdi degan gap. Yani qanda insan o'zining orzusiga qarata duo qiladi. Duasının ta'sirida buning uchun harakat qiladi. Natijaga erishadi. Duası icabet olmadi. İnsan bir ikki qitim qilgan ishni vujudga chiqaramidi, oxiriga chiqaramidi degan gap onun 3-cü, 4-cü qitimliq arzu armanları o'chdi degan gap. Chunki qilamidi u. İnsanın hayotiga bek munosabatli. Endi bu kasbning halol bo'lishi, topgan pul molning halol bo'lishi shu insonning Alloh qo'ygan tunishiga munosabatli bir ish. Allah meni kuzatib turadi, ko'rib turadi degan bir uqumga munosabatli ish. Mashinada ketib o'tib Qizilchoqda to'xtaymiz. Qishida saqchi va yoki ustida kamera va. Chunki xiloflik qilsak jarimani oladi. Çünkü yerdeki saqchi bir yerden emas. O İçki İşler Ministriga munosabatlik shuni vakillik qilgan insonda mushinchilik bir qo'rqish bo'lsa asli. Bir saqchidan, bir Qizilchoqning ustidagi kameradan qo'rqqanchilik, shunga diqqat qilganchilik bir qo'rqishib qolsa, Allah subhanahu va taoloninki har bir chekilgan ishlardan yonitdi, harom o'rindan pul topmaydi. Qur'on Allohni shuna sifatlaydi. Allohullazi xalaqa sab'a samawatin va minal ardi mislahunna. Allah shunda Allohga 7 osmon zaminni va shunga o'xshash zaminni yaratdi. Bütün buyruq Allah'ninki. Lita'lamu anna Allah ala kulli şeyin qadir. Allah her narsaga qodir. Allah her ishni bilib turadi. Oyatning oxirigacha. Bir kamera mengavatgan, qilayotgan, etayotgan ishlarimizni singa oladi, ovozimizni ovozga oladi degan asosda kamera aslida xizmat qildi, Alloh diqqat qiladi-yu. İnsanın agar bir kameraga ishonch qilganchilik, kameradan qo'rqqanchilik Allohdan qo'rqsa, ishlari pokiz bo'ladi. Qilgan tijarati pokiz bo'ladi. Mush tijorat, chunki
inşallah sözleyimiz dahi sen qanda ticaret qilsang, balang sening tijoratingdan topgan pulingni yeb yuğunaydı. Bulan emas, ko'rib yuğunaydı. Balang tabii şu yolu mağıl. Şoňaşqa ata-ananinki balaga halal kesiptin, halal ticarettin balany bakması, bala üçün təminləydiğən iqtisatninki halal yoldan kelmesi intahin muhim bir nokta. Yuqorqi so'zdan farzandga halal yemek yegizishning lozimligi, ya'ni yemek içmekning halal bo'lishi kasbning sog'lom bo'lishiga bog'liq deb. Kesip sağlam. Yani çünkü sen bir kesip sağlam kesip emas degan gap, haqni buzdigan kesip degan gap yani. Çünkü sen bir sağlam emas bir kesip qilsang, senin kesbin semilalar bilan söylegan. Çünkü sen kesbini haq uchun qilasan. Bir oshxona ochding, oshxonangda harom modda ishlatding, sağlam bilan söylegan emas u. Oshxonada tamoq yeyotgan bütün adamning geligi bilan söyledik. Şoňaşqa buning oqibati vabali sende, sening bolalaringda ko'rilib turgan gap. Yani bir sual sorsam, dadıning farzandga barliq ishlarda ulgu bo'lish majburiyatini qanday tushunamiz endi? Yani mesela bu yuqorqi sualga munosabatli endi. Sizlar so'zlarda farzand ya bala dadıning butun kasb qilayotgan bo'lsa shu kasbini ko'rib cho'ng bo'ladi. Nima qilayotgan bo'lsa shuni ko'rib cho'ng bo'ladi. Bu balaninki hayotiga silbiy yoki ijobiy ta'sir berdi deb degan mazmunda so'zlab o'tib ketdilar. Yani bunun qarta hamda dadı bo'g'ichi farzandga qanday ulgu bo'lish majburiyati? Amaliyotda inson qulluqidan anglab ta'sirlangandan bakroq ko'zi bilan ko'rib bek ta'sirlanadi. Yani dada adati normalda balasiga balam uni qil, balam buni qil deb tarbiya xarakterli gapdan hayotida qilmasin masalan. Ya ko'p qilmasimi o'zining amaliy ahvoli agar shu nuqtani isbotlab bersa, buning bala bo'lgan ta'siri favqulodda yuqori bo'ladi. Dadasining qarasa qattiq samimiy ekanligini ko'rdi, rostlik ekanligini ko'rdi. Dadasining eg'izdan chiqayotgan bilan amaliyotning birligini ko'rdi. O'zining millatiga sodiq ko'rdi dadasini masalan. Boshqalarning mol-mulkiga xiyonat qilmaydigan, moddiy ma'naviy haqqa xiyonat qilmaydigan ko'rdi dadasini. Kimlarni pokiz kiydiganligini ko'rdi masalan. Dadasının öyüşüdeki anısı bilan bo'lgan paranglarini ko'rdi, xulum qo'shlarga bo'lib qilayotgan muomalani, ayada chayliq kulibga qilib keyin g'ayvat qilmaydiganligini ko'rdi, boshqalarning ayiblarini ochib, mushlarning hammasi balaga to'liq ta'sir qiladi. Bu biz dadıning gapini qilyapmiz, amaliyotda dadagilam qarab deyilgan gap emas. Animi bor buning ichida. Chunki oilada o'g'il qiziladi. O'g'il ko'pincha vaqtda o'zining ishlarida ata-onasining dadasining ish izini o'ziga ulgu qiladi. Qiz bola kiyim-kechakdan tortib hamma ishlarda onasini qanday qilib ulgu qiladi. Dadasi shafqatli, rostchil, amin, muhtaram bolalar, buning hammasi bolalarga singadi. Endi biz jamiyatda ko'ryapmiz, ba'zi dadalar bor. Uyga kirsa uyda hetiladi. Ba'zi dadalar bor, uydan chiqib ketsa uyda hetiladi. Şu dadılar deydigan tavsiyalarimiz hech siz uydan chiqib ketganda emas, uyga kirganda olsun. Yani balalarning xushalliqi siz chiqib ketsangiz, uf, dadam chiqib ketdi ya. Endi deb o'zining ishini qila oladigan emas. Dada kirganda xushal olsun bala. Dadasi uyga kirsa, hali bir xil deymiz endi o'zining qildigan ishini topolmaydigan, normal holatini yushirib, dadasining oldida saxta qiyofatlan turadigan holat shakllanmoqda. Dada bilan balaning munosabati qanoat qildiradigan, qoyil qiladigan bo'lsin-ki, zo'rlab, zumbur bilan bostiradigan, besim bilan bo'lmasin. Tinch uy, yani ota bola ashta bis bilan bog'lashgan uy dunyo jannatlaridan bir jannat. O'zining uyini dunyodagi bir do'zaxga aylantirish yoki dunyodagi jannatga aylantirish dadaning va onaning qo'lidagi ish. Mush noktadan biz ata-onalarningki bolalarining oldidagi ulgu bo'lish masalasiga sal qarmaslikni umid qilamiz. Yani ata-ona shundoq go'zal axloq bilan güzel bir ulgu bo'lib yashasa, kelajak bir jamiyat, kelajak bir naslning yana shu güzel bir shaklda davom qilishini kafolat qilib bo'ldi demakchimi? Tabii. Bugungi bola ertagi dada. Bugungi bola ertagi dada.
Bugün balı dadısının ağan nəsini ədisi balasını körüstüdü. Xoş. Onu görgen balası ondan kin balasını körüstüdü. Demek cemiyet muşakal kattık muhittin ayrılamaydı yani. Masalan ba'zida dadı bo'g'icha bir telefon kelib qolsa o'zi ko'rishni xohlamaydigan yoki bo'lmaydi bir tonimagan bir nomerlardan telefon kelib qolgan vaqtning o'zida bolasiga dadam uyda yo'q deb qo'ygan deb buyursa bu bola endi dadam telefonni ilib dadam uyda yo'q deb telefonni nima qilib javob qiladi. Bu dadini qilgani to'g'rimi endi? Bu mesela erlerden ba, ayarlardan ba, işkine bir ıskaktı, dadam bağıma yok dep koy mesela. Telefon geldi, dadam yok dep koygan mesela. Anası kız ölen pazar çöğü geldi, keşte yol dışı öyle gelip, tamakla hazır meslekini görüp demiş kıldın dese, şu öyle yattım, otladım, sırka çıkarlıkın demeydi mesela. Bu ehvallarımı biz bayat diginimizdek, aşı oğul, aşı kızga şu şekilde tesir kılıyordu. Bugün anasının dadısına qanday yolga aytqanligini köse bir kız kelgüsüde erigişinday yolga aytıdı. Bugün başqalarga qanday yolga aytqanligini kögen dadısınınki oğul kelgüsüde başqalarga aşta yolga aytıdı. Bu yolgan davamlı başqalar aytıdığan yolgan emas, başqalar bizge aytıdığan yolgan. Her adam bugün A B'ge yolga aytqan bolsa B C'ge yolga aytıdı. Demek cemiyetin hemiz zarar gördü bunun. Cemiyet yüzbegen bir tane pasat, bir tane çiriklik, bir tane hatalık şu adamlarla toktap kalmaydı. Bütün cemiyet yamaraydı. Bunun zararı, zihni hem öyle ikili doğan gap. Allah razı olsun. Yani farzandlarning otani ustidagi haqlardan yana biri farzandlarning orasida adolatni barpo qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisida i'dilu bayn avladikum deydi. Endi adolatning farzandlar orasidagi ahamiyatini qanday tushunamiz endi? Nimalardan iborat bu? Endi tabii ki bir dadı boğucuning oldida balalarning o'tirdi ma'lum masofa bo'ladi. Xo'sh. Balalar o'xshamaydi endi bir-biriga. Agar ota balalarining o'tirisida adolatli bilan ish qilmay, bir balasini ko'tarib bir balasini pastlagandan keyin şu peslengen baladan qağan qarindoshlarga qarshi adovat shakllanadi. Bu adovat kichik vaqtda cho'ng ta'siri yo'q, ammo cho'ngib ayrim uyga chiqqan vaqtda an ikkinchi avlodda bir-biriga qarshi ishga jamiyat shakllanish. Buni degilsak bir jamiyatning o'tirisidagi cho'ng adovatlarga olib boradi. Amaliyotda hamma balaning mijozi o'xshamaydi. Ba'zi balalar favqulodda ziyrak bo'ladi. Dadısını qanday qilib o'ziga amro qilishni bildi, mijoz nuqtasidan. Ba'zi bolalar kam so'z bo'ladi. Dadısga qanday yiqilishni o'qimaydi. So'nglan og'iz tatliq muzay jiq inibdi degandek, agar zirak dadısının ko'nglini bekroq oladigan, onasining ko'nglini bekroq oladigan bola ay yana bir bolaga qaraganda jiqroq bir narsaga erishdi. Ma bola asta yana bir bola dadısdan, onasidan qanday qilib qoladi, yaroqlashib ketib qoladi. Sahablardan birileri Resulullah'ın qarşıga kelib, men bir o'g'limga bog'dan birini sovg'a qildim. Mushunday bir guvohlik olib bergan bo'lsalar dedi. So'ng boshqa balang bormi Resulullah'ning sovg'asi? Ha. Uni o'g'lim mushunday berganga o'xshash bog'ni berdingmi? Yo'q. Unda bo'lsa men zulmga guvohlik qilmayman. Bu hadis bir prinsip, adolat prinsipi. Amaliyot adolat. Az biz dada bola haqida ketayotgan bo'lg'achqa buning munosabatlik tarafini so'zladik. İnsanның yaşagan, tuğan, taqatırqının hemmisini belgilaydigan dinning asosiy prinsiplaridan birisi. Hatta başqalarga baho berishdan tortib, başqalarga gap so'z qilishdan tortib, qarashdan tortib, hammasi adolat. Din bu qadar chingitdiki bu adolat meselesini, hatta dushmaning. Sen yomon ko'radigan odam, eng o'chkiradigan dushmanning meselesi kelgan vaqtdami qanday qilishing kerak? Adillik bilan qilishing kerak. İslam tarixiga qarasak, xalifalar bilan, xalifa degan bir davlatning raisi bugungi kunda undan cho'ng ham shu vaqtning o'zida bir boshqa dindagi bir yahudiylarning o'tirib chiqqan sot, ba'zi munozara, jangidal masalalardagi shu vaqtdagi islom qozilarining, islom sotchilarininki adolatli hukm qilgan misollarini jaqib olaymiz. Har qanday bir davlat, eng buyuk davlat hatto adolatsizlik tufayli yiqilishi mumkin. Har qanday bir jamoat adolatsizlik tufaylidan
örülüşü mümkün. Dünyadaki şahsdan tatip çoğu devlet kadar mevcutluğunun asası adalet. Asman zeminin bu kadar turuşunun asası adalet. Şu atıbalı oturistik adaletten başka içtimai cemiyetteki bütün sahalardaki adalet bir musulmonlikning normal devam qilishning eng muhim asoslaridan birisi. Shunga gapimizga qaytsak, bolalarning arasida atanınki dadınınki adaletli qilishi ota-onaningki. Mayli u balaning qaysi dadaga bekroq amroq bo'lib kelsin, anaga bekroq amroq bo'lib kelsin, qaysi zirak, qaysi og'iz tatli bo'lib kelsin, bundan qat'iy nazar o'xshash adolatla muomala qilish bu dadaning ustiga yuklangan, ananing ustiga yuklangan bir vacib, diniy vacib. Allah razı olsun. Anda bu sizning yuqoridagi so'zdan hatto bala ota-onaga asi bo'lgan taqdirdami? Ha, buni islomning adolat masalasi mushu yerda bek aks etadi. Masalan biz ko'rib turibmiz ba'zi yerda, ba'zilik g'ayri-islom bo'lmagan jamiyatlarda balası ata-onasini ömrü boyu qaqshitadi masalan deyli, yoki bakmaydı, yoki yaxshilik qilmaydi. Ata-ona achchig'ida vasiyatni amaldan qoldirib, vasiyat huquqini olib tashlab, vasiyatni uning bunaqa qilib o'tib, o'lib ketadigan gap. Masalan, mening shariat uning hech qanday bir nimasi yo'q aslida. Masalan, menga merosxo'r bo'lanmaydi deganda. Bo'lanmaydi deganda. G'ayri-islom jamiyatda. Ammo islom shu qadar adolatni qo'ydiki, hatto bala ota-onaga asi bo'lgan taqdirdami, merosdan mahrum qilish bo'lmaydi. U meros elishi normal adolatning taqozosi. Chunki u o'xshash balasi. Başka balalardan o'xshash nimasi balasi. Chunki merosdan shu qadar ota-onasiga asilik qilish bilan turib, meros ba'dan belkim u bala ota-onasiga bo'lgan asilikdan qaytib tövbe qilib qolishi mumkin. Meros ba'midan uning adovati texmi eshib, yana bir tarafga, boshqa qarindoshlarga nisbatan bir o'tirda favqulodda o'chmanlik adovat shakllanib qolishi mumkin. Masalan, farzandlar orasida, ya'ni adolat faqat moddiy tarafdan bo'ladimi yoki ma'naviy tarafdan, esdashlik qilish tarafdan bo'ladimi? Hamda mesela insan bir balasından suyudu, ikinci balasını söylemeydi. Bu bir zulüm, adaletsizlik. Pul indi tuttusun. Ailede bir balasının ayrı bir hocası var, karvatı var. Yeni bir balasının hocası yok, karvatı yok. Bu bir zulüm. Beraber oluş gerek. Hatta suyuş, küçük balanı. Şaya qarab, qana qilish, tabassum qilish. Ökürgendikin dada deb gap qiladi balasi shu. Balalarning gapini tinglash jihatdimi? Dada adillik qilish kerak. Ammo nokta ini qo'yib kelsin. Payg'ambar alayhisolamningki ayollar haqidagi adolat haqida qilgan bir duosi. Allohumma hada qasmi fima amlik. Men o'zim kontrol qila oladigan sohadagi adolatim taqsimotim bu. Ammo kontrol qilmaydigan yerda meni kechirsizlar degan mazmundagi duo. Ya'ni inson o'zininki ichki tuyg'usini kontrol qila olmaydi. Ichki tuyg'usini. Muhabbat, nefret insonning o'zi men mani yaxshi ko'ray, men o'z ko'ray yoki mani bekroq yaxshi ko'ray, mani bosh unday degan narsa emas. U ichki tuyg'u degan ichki tuyg'u insonning irodasidan sirt bir ish. Ammo insondan talab qilinayotgani nima? Insondan talab qilinayotgani ash ichki tuyg'uni ifodalash shaklidagi adolat talab qilinayotdi. Sen uni bekroq yaxshi ko'rishing mumkin. Shikoyali va deydi. Bolalar orasida deyli masalan. Buni bo'shoq yaxshi ko'rishing mumkin. Ama sendeki ulağı bo'lgan davranış. Yani bizim sohbetimiz farzandlar arasında. Farzandlar arasında. İfade mesela. O balang olan bu balangning o'tirsidagi qisning qarashlarini bayatın misal oldik hayatda suyush. Shoya qarab tabassum qilish. Uning sen oldingi dada manda deb sening gap so'rash qilmagan javobing quloq solish hammasi o'xshash bo'lishi kerak. Ichki tuyg'u boshqa. Yani insan o'zining ichki tuyg'usiga emas, yani lekin ichki tuyg'ularni ifodalashda adil bo'lish kerak. Chunki ichki tuyg'usi inson o'zi kontrol qiladigan bir nuqta emas. Bu hammadan biladi uni. Bizim suhbatimizning vaqt munosabati bilan oxirlashtiradigan bosqichga kelib qoldik. Hurmatli qarindoshlar, Allohning muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli suhbatimizning 10-qismini mishada oxirlashtiramiz. Görürmen qarindoshlardan ve bu dersimizni, suhbatimizni tarqatgan ve media vositelari orqali qarindoshlardan hammadan Allah razı olsun. Kelaqtimki suhbatimizgacha
aman bo'linglar. Alloh subhanahu va taolo hammalarga dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون